Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu enamni uyi. Shu Ashqobodda ekuvdim. Kunda suv quyaman, kunora suv quyaman. Bir hafta yo'q bo'luvdim. Enamlar suv quymabdi. Mana bu joyda bitta ashqoboq. Nimagadir bu issiqda bular ham ko'tara olmadimi? Qanandaqa chiroyli bo'lib turuvdi. Qurib ketdi ya. Mana bu baqalajonim endi ochildi. Atirgullar hali ham tinmay ochilyapti. Bu pomidorim. Mana qizarib, pishib yotibdi. Qolganlari mana endi qizaryapti. Bu qalampir sariq chirmob bosib ketibdi, lekin qildi. Bu rayhonlarim. Rayhonlar o'ta go'zal qildi. Yaxshi, bu gul xayriya qirqib yubordim. Mana nima bilmadim, daraxt bo'lib ketadi-ya. Qirquraman chiqaradi. Bu rayhonlar mana. Mana bu behi. Bu bolgarskiy boshini yeb qilar ekan, buni ori yo'q ekan, o'zimga o'xshab. Rosa bolgarskiy qiladi, mana qizil ekan, ko'k bo'lib keyin qizil bo'ladi. Bu xonimchalar endi. Dugonamga tuxum beruvdim. Jo'ja ochirib berdi. Mana bu ikkita och opatdi. Hech qachon to'yishmaydi. Ona bittasi 1 soat bo'ldi. O'sha go'shtni og'zida olib yuribdi, ikkoviga bo'lmasa bo'lib solib berganman. Yo yutolmayapti, yo yeolmayapti. Ko'tarib yuribdi. Ko'rdinglarmi, Poti Zuhra. Ikkalasi ham qora. Qaysinisi Poti, qaysinisi Zuhra bilmadim endi. Bular Pilipilyusha xonim muttaham rosa. Sulton Sulaymon xon hazratlari. Muhtasham 100 yilda juda yaxshi ko'rganimdan bunga Sulton Sulaymon. Mana Mahidavron. Mana bunisi esa Hürrem Sulton. Bularga shavla solib berdim, desertiga ko'kka. Endi bu yerda mana tuxum qo'yadigan joylari 3 ta tuxum tug'di. Ertamanda yana bitta tug'ishadi, 4 ta bo'ladi. Bu ovqatxonalari. Buni ashqobog'im. Ko'rdinglarmi ashqobog'imni? Shu uzilib tushdi-da, salla ashqobog'ida zo'r bo'luvdi. Mayli, endi nima qilamiz? Pishib qolsa pishib qolar. Mana bu joyda ham bor, uni bitta solgan ekan. Mana bu joyda, mana bu kichkinasi. Ko'taraman deb tevaga uzib qo'ydim-da. Shunaqa, shular olib keltirdim-da, tovuqqa bering, tuxum bo'ladi, o'zimizda tuxum bo'ladi. Demak, och opat hali ham go'sht ko'tarib yuribdi.